E'tiboringizni tibbiyot mavzusiga qaratamiz. Bugun hududlarda, hatto poytaxtda ham amalga oshirilmagan murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish yo'lga qo'yilmoqda. Yaqingacha bemorlar katta mablag' evaziga, ayniqsa jigar va buyrak ko'chirib o'tkazish bo'yicha faqat xorijga borib davolanib kelgan. Endi bu murakkab transplantatsiya amaliyotlari o'zimizda har bir viloyatda amalga oshirilyapti. Xususan, Samarqand viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 30 nafar bemorda jigar, 140 ga yaqin bemorda buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. Navbatdagi mana shunday transplantatsiya amaliyotlari eronlik mutaxassislar ishtirokida bo'lib o'tdi. Professor Saman Nikakbalyan eronlik, hozirda Erondagi Shiroz transplantatsiya markazining direktori. Faoliyati davomida dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lib, inson organlarini ko'chirib o'tkazish sohasidagi amaliyotlarda ishtirok etgan. U rahbarlik qilayotgan markazda transplantologiya sohasida o'ziga xos maktab ham yaratilgan. Kuni kecha eronlik mohir jarroh Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'tkazilayotgan navbatdagi jigar transplantatsiyasi amaliyotida ham bevosita ishtirok etdi. در همکاری‌های پزشکی و در پیوند اعضا O'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan inson organlari transplantatsiyasi sohasida hamkorligimiz bor. Buni kelgusida yana davom ettirish niyatidamiz. U yerdagi zamonaviy uskunalar xalqaro standartlarga to'la javob beradi. Yana bir ahamiyatli jihati shundaki, markazda jigar va buyrak transplantatsiyasiga muhtoj bemorlarni ro'yxatga olish dasturi joriy etilganini ko'rdim. Barcha bemorlar yuqori sifat bilan kuzatib borilmoqda. Darvoqe, so'nggi yillarda Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi moddiy-texnik bazasining mustahkamlangani, shifokorlarni xorijda malaka oshirib qaytayotgani hamda xalqaro hamkorlikning kengayib borayotgani natijasida muassasada yuqori texnologik hamda murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish yo'lga qo'yildi. Surxondaryo viloyati Sarasvot tumanidamiz. Akam ko'p yildan beri jigarlari kasallangandi. Jigar ko'chirib o'tkazish kerak edi. Chet elga borsak, katta mablag' kerak edi. Biz Samarqandga keldik, ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga. Jigar ko'chirib o'tkardik. Hozir akam ham, tog'amizni ham holati yaxshi. Prezidentimizga kattadan katta rahmat. Mana shuncha imkoniyatlar qilib beryaptilar. Boshqa joyga sarson bo'lganimiz yo'q. Bundan tashqari, markazda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari turini yanada kengaytirish, sifatini oshirish maqsadida dastur asosida ayni paytda 24 milliard so'm mablag' hisobidan 100 o'rinli transplantatsiya va xirurgiya markazi barpo etilmoqda. Bu esa O'zbekistonda inson organlarini transplantatsiya qilish amaliyotini yangi bosqichga olib chiqishga, bemorlarimizni katta mablag' sarflab xorij davlatlariga bormasdan o'zimizda yuqori xizmatdan foydalanish ko'lamini oshirishga, eng muhimi inson manfaatlarini amalda ta'minlashga qaratilayotganligi bilan ahamiyatlidir. Aziz yurtdoshlar, bu Fakt 24 informatsion dasturi edi. E'tiborga rahmat. Men uchrashguncha salom.